Moskva jangi 1941 yil 2-oktyabr, 1942 yilning 7-yanvarida Ikkinchi jahon urushi paytida o'tkazilgandi. Bir necha oylik hujumlar va qarshi hujumlardan so'ng nemis kuchlari Moskvani bosib olishga urinishgandi. Sovet kuchlari va Rossiyani qattiq qishib, Germaniya kuchlari zarar yetkazdi. Bu Germaniya rejalarini buzishga yordam berdi va kuchlarni charchagan va ruhiy tushkunlikka tushgan holga olib kelib qo'ydi. Moskva jangida asosan ruslarga qo'mondonlik qilgan Zhukov va Aleksandr Vasilyevskiylardi. Moskva jangida sovetlardan 1,250,000, nemislardan esa 1 million askar qatnashgandi. 1941 yil 22-iyunda nemis kuchlari Barbarossa operatsiyasini boshladilar va Sovet ittifoqiga bostirib kirdi. Nemis operatsiyasi may oyida boshlanishiga umid qilgandi, lekin Bolqon va Gretsiyadagi kampaniya tufayli kechiktirildi. Sharqiy front ochilib, ular tezda Sovet kuchlarini mag'lub qildi va katta yutuqlarga erishdi. Sharqqa qarab harakatlanayotgan Feldmarshal-Frenburg armiya guruhi markazi iyun oyida Brest va Minsk jangida g'alaba qozonib, Sovet g'arbiy frontini parchalab tashladi va 340 mingdan ortiq Sovet qo'shinlarini asr oldi yoki yo'q qilib tashladi. Moskvaga olib boradigan yo'l deyarli ochiq bo'lsa-da, blokning janubdagi kuchlari Kiyevni egallab olishga yordam berish uchun chaqirildi. Chunki Adolf Gitler soqchilar qarshiligini sindirishga qodir bo'lgan yirik qamal janglarini davom ettirishni istamagandi. Buning o'rniga Sovet ittifoqi Leningrad va Kavkazdagi neft konlarini egallab olish orqali iqtisodiy bazani yo'q qilishga intildi. Kiyevga qarshi qaratilgan janglarda general-polkovnik Hans Gitlerning Panzer 2-armiyasi katta yutuqlarga erishdi. Bu rejasi. Hop, Moskvani egallashda juda ham yangilagan bunga qarshi fikr bildi, lekin bu amalga oshmadi. Bu rejasi asl maqsadi ushbu maqsadni amalga oshirish uchun bu Panzer 2, 3 va 4-guruhlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va 2-4-9-armiyani ish bilan ta'minlash maqsad qilgan edi. Havoni qoplog'i deb nomlangan Lutsfer va Luftwaffe ikki tomonidan ta'minlanardi. Ya'ni tepadan bu Lutsfer va Luftwaffe Germaniya aviatsiyasining o'ta durdona namunalaridan hisoblangan. Birlashtirilgan kuch 2 million kishidan kam bo'lgan. 1700 tank va 1400 artilleriya zarbasi Tayfun operatsiyasi rejalarini Vyazma yaqinida Sovet g'arbiy va zaxira frontiga qarshi ikki tomonlama harakatni talab qildi. Ikkinchi kuch esa janubdan Bryansk egallash uchun harakat qildi. Agar bu manyovrlar muvaffaqiyatli bo'lsa, nemis kuchlari Moskvani o'rab olib, Sovet ittifoqi rahbari Yosif Stalinni tinchlik o'rnatishga majbur qilar edi. Tayfun operatsiyasining rejalari qog'ozda oqlanib bo'lsa-da, bir necha oylik kampaniyalardan so'ng nemis kuchlari kaltaklangani va ularni yetkazib berish liniyalarini, tovarlarni frontga olib borayotgan liniyalarda qiyinchilik duch kelganligi bu rejani amalga oshmay qolishiga sabab bo'ldi. Moskvaga tahdid borligini bilgan sovetlar Moskva jangiga qattiq tayyorlandi. Ulardan birinchisi Rizhov, Vyazma va Bryansk o'rtasida cho'zilgan bo'lsa, ikkinchisi Kalin va Kaluga o'rtasidagi Mijovsk mudofaa chizig'i deb nomlangan ikkita mudofaa chizig'i tortishdi. Bundan tashqari Moskvaga olib boradigan yo'llarda Moskva aholisi 3 ta mudofaa istehkom liniyasini qurishgandi. Sovet kuchi dastlab ingichka holda cho'zilgan bo'lsa, uzoq sharqdan g'arbga qo'shimcha kuchlar olib kelinayotgan. Chunki razvedka ma'lumotlariga ko'ra Yaponiya darhol xavf keltirmasdi. Chunki Yaponiya bilan 1941 yil aprelda betaraflik shartnomasi imzolangandi. Dastlabki yutuqlar nemislarning dastlabki yutuqlari. Oldinga hujum qilib ikkita nemis panzer guruhi 3-4 panzer guruhlar tezda Vyazma yaqinida yutuqlarga erishdi va 10-oktyabrda 19-24 va S-32 Sovet qo'shinlari o'rab olindi. Taslim bo'lish o'rniga 4 ta Sovet qo'shini kurashda va astoydil qarshilik ko'rsatdi. Oxir-oqibat nemis qo'mondoni ushbu jangda 28 ta bo'linishni amalga oshirishi kerak edi. Bu Sovet g'arbi va zaxira frontini qoldiqlari Mijovsk mudofaa chizig'ini qaytishga va kuchlarni oldinga shoshilishga imkon berdi. Asosan Sovet ittifoqini qo'llab-quvvatlash uchun 5-, 16-, 40 va 49 qo'shinlar janubdan Guderian panzeri, ya'ni tanklar otryadiga qarshi ochiq jangga kirishdi.